Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Testosteron gormon deymiz yoki erkaklik gormoni ham deb yuritiladi. Umuman bu gormon nomi erkaklik gormoni deganimiz bilan bu ayol organizmida ham uchraydi, erkak organizmida ham uchraydi. Ya'ni ikkalasida ham uchraydi. Sababi ikkala organizm uchun ham bu gormonda testosteronda o'zining vazifalari bor. Umumiy vazifasi bu libido deymiz, ya'ni jinsiy xohish. Erkakda ham, ayolda ham jinsiy aloqaga bo'lgan xohish testosteron ta'sirida bo'ladi. Suyak hamda mushak massalarini ushlab turishi, ya'ni mushaklarda baquvvat bo'lishi, ko'p bo'lishi, suyaklarda mustahkam bo'lishi bu ko'proq testosteronga bog'liq. Kayfiyatni yaxshiligi, ya'ni kayfiyatni a'loligi ham ko'pincha testosteronga bog'liq bo'ladi va testosteronni past bo'lgan kellarda kayfiyati buzilib, qo'l ishga bormasdan holsizlik bo'lib yuradi. Va bundan tashqari erkaklarda o'zida spermatogenez deymiz, spermatozoidlarning hosil bo'lishida testosteronning roli bor, juda katta roli bor va olatni turishi, ya'ni o'sha olatni turishi ham testosteronning ta'sirida bo'ladi. Mana shu kabi vazifalari bor. Agar testosteron pasayib ketadigan bo'lsa, bu odam kayfiyati yo'q, uyquchan, aloqaga ham xohishi yo'q, umuman reproduktiv jihatdan, ya'ni homila bo'lish jihatdan ham qandaydir nuqsonlarga yoki kasalliklarga ega bo'lishi mumkin. Umuman organizmda, erkak organizmida ham, ayol organizmida ham testosteronning ahamiyati juda ham beqiyos. Bugungi bu videoda mana shu testosteronning hosil bo'lishini buzilishiga olib keluvchi, ya'ni testosteronning kamayib ketishiga olib keluvchi ba'zi bir odatlar haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni bu erkak nima noto'g'ri ish qilyaptiki, bu odamda testosteron pasayib ketgan. Mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Sizda ham shu odatlar bo'ladigan bo'lsa, mana videoni oxirigacha ko'ring. Oxirigacha ko'rsangiz, sizda ham shu odatlar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lgan bo'lsa, buni to'xtatganingizdan keyin, tugatganingizdan keyin bu umumiy organizmingizga qanday ta'sir qilgan? Mana shu narsa haqida sharhlarda yozib qo'ying. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Demak, boshladik. Eng asosiy birinchi sabablardan biri bu kam uxlash. Ma'lumki, organizm umuman kun davomida, sutka davomida testosteron gormonini ishlab chiqarib turadi. Erkak organizmi ham, ayol organizmi ham ishlab chiqarib turadi. Va bu ishlab chiqarishda biz bugun videoda erkaklar haqida gaplashib o'tamiz. Asosan bu ishlab chiqarishda asosiy qismi bu uyqu vaqtiga to'g'ri keladi. Ya'ni uxlagan paytida ko'proq miqdorda ishlab chiqariladi. Shuning uchun ham ertalabda haligi odam charchamagan holatda, kechagi stresslarni unutgan, hamma narsani unutgan, yaxshi uxlab, tiniqib turgan odamda testosteroni balandroq bo'ladi. Shuning uchun ham ko'pchilik tavsiyalarda, o'sha seksopatologlar tavsiyalarida ertalabki dinchalik yaxshi bo'ladi, sababi ham organizm charchamagan, ham testosteron miqdori yuqori bo'ladi deydi va testosteronni miqdorini normadaligini ko'rsatuvchi belgilardan biri bu ertalabki ereksiya degan narsa bor, ya'ni ko'pincha mana shu tizimda muammosi, kasalligi yo'q bo'lgan odamlarda ertalabda shu olati turgan holatda bo'ladi. Qisqa vaqtda shunday holat bo'lib o'tadi, ya'ni bu o'sha paytda testosteronning balandligini, yetarliligini ko'rsatuvchi belgilardan biri. Agar bu odam kam uxlaydigan bo'lsa, biror bir sabab bilan, sabab turlicha, ish bilan bog'liq bo'lishi mumkin, stresslar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, kasallik holati bilan bog'liq bo'lishi mumkin, kam uxlaydigan bo'lsa, bu odamlarda testosteronlarda pasayib ketish ehtimolligi yuqori. Ya'ni bu odamda ko'proq ehtimollik bilan testosteroni pasayib ketadi. Va bundan tashqari kam uyqu bo'lgandan keyin tabiiyki bu stresslarga sabab bo'ladi. Stressda ham ta'sir bor. Hozir kelgusida video davomida gaplashib o'tamiz. Buni ham ta'siri bor. Va bundan tashqari tungi apnoya degan narsa bo'ladi. Ya'ni uxlagan paytda hali xurrak o'tadiganlarda ko'p bo'ladi. Vaqti bilan nafas to'xtab qoladi. Vaqti bilan nafas to'xtab qoladi. Bu narsalar ham, bu holat ham testosteronni pasayishiga olib keladi. Bunaqa odamlar o'zi odatda ertalab uyg'onganda charchab uyg'onadi, ya'ni yaxshi dam olib uyg'onmaydi. Kanalda bu haqda video bor, mana bu yerga tepaga o'sha videoning linkini keltirib qo'yaman yoki videoni opисаниесida ko'rsangiz bo'ladi. Videoning linkini qo'yib qo'yaman. Kelib ko'rib tanishib tursangiz bo'ladi. Bu holat, ya'ni tungi apnoyada ham testosteronning miqdori pastlab ketadi. Bu ham ta'sir qiladi, ya'ni uyquning buzilishiga, uyquning sifatini buzilishiga olib keladi. Normada endi 7-8 soat uxlash kerak va kechqurun soat 10 dayoq uxlagan bo'lish kerak.
Bu narsalar ham tushuntirilgan videolar bor. O'sha melatonin haqidagi videoni ko'rsalang, nima uchun o'nda uxlashimiz kerak, bu narsa tushuntirilgan. Bu videoni ham linkini описаниеda qoldirib qo'yaman. Keyingi sabablardan biri bu ortiqcha vazn hamda qorinda yog' to'planishi. Qorinda tashqarisida, ya'ni teri ostida yog' to'planishi ham visceral yog'lar deymiz. Tanani ichida, organlarda atrofida yog' to'planishi ham bu juda ham zararli hisoblanadi. Bu metabolizm deymiz, moddalar almashinuvi buzilganligini belgisi. Ya'ni yog' to'planyaptimi, bu odamda moddalar almashinuvi buzilyapti. Organizm hamma qabul qilgan narsani hazm qilib ulgurmayapti. Ya'ni bu ortiqcha yeyapti. Ishlatib o'rgangan nisbatan ortiqcha yeyapti degani yoki tizimda, o'sha hazm qilish tizimida, metabolizm, moddalar almashinuv tizimida qandaydir muammolar borki, bu narsalarni hammasini hazm qila olmayapti deyishimiz mumkin. Bu holatda, ya'ni ortiqcha vazn hamda o'sha visceral yog'lar yoki teri osti yog'larni ko'payishi ham bu testosteron miqdorining kamayishiga olib keladi. Bu birinchidan metabolizm, ya'ni moddalar almashinuvi buzilishi bilan bog'liq. O'zi boshidan testosteron kam hosil bo'ladi. Hamda teri osti yog'lari yoki visceral yog'lar, umuman yog'lar shunaqa narsaki, bu faqatgina energiyani to'plab turadigan ombor emas. Ya'ni bu yerda shunchaki yog' to'planib qolgan emas, bular gormonal jihatdan faol holat hisoblanadi. Gormonal jihatdan faol tuzilma hisoblanadi. Ya'ni bu yog'larda aromataza degan fermentimiz bo'ladi. Aromataza fermentining ta'sirida testosteronlar estrogenga aylanadi. Ya'ni organizmda yetarli miqdorda testosteron hosil bo'lgan holatda ham bu testosteronlarning ko'pi estrogenga aylanib ketadi. Estrogenlar endi bu ayollarning gormoni deb yuritiladi. Bu semiz odamlarda ham testosteron pasayib ketadi. Shuning uchun ham semiz odamlarda, yog' ko'p odamlarda jinsiy mayl sal pastroq bo'ladi. Fe'l atvori ham ozgina yumshoqroq bo'lib qoladi. Bu narsalarning hammasi semizlik bilan, ortiqcha yog'lar bilan bog'liq. Kam harakatlilik, ya'ni ko'proq o'tirib ishlash ham testosteronni pasayishiga olib keladi. Bu yuqorida aytib o'tdik, ko'proq o'tirib ishlagandan keyin bunda ham ortiqcha organizmda ortiqcha energiyani yig'ilishi bo'ladi. Ortiqcha energiya yig'ilgandan keyin yog'lar hosil bo'ladi, yog'lar ko'payadi. Buning natijasida ham yuqoridagi holat rivojlanadi. Va testosteron pasayib ketadi buning ta'sirida. Endi bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. Mana ko'pchilik tanish bilishlarimiz bor, u ko'p o'tirib ishlaydigan ish sharoitida ishlaydi. Bankda ishlashi mumkin, mana bizga o'xshab shifokor bo'lishi mumkin, o'qituvchi bo'lishi mumkin. Mana asosiy ishi o'tirib ishlash bilan bog'liq. Bu odamlar bir haftada 1 marta, 2 marta yoki 3 marta sport bilan shug'ullanadi. Masalan, 1 soat futbolga borishi mumkin, turli xil zallarga borishi mumkin. Lekin bu bir haftada 1 soat, 2 soat shug'ullanishni o'zi kam. Har kuni, mana bir haftada 2 soatdan 2 marta yoki 3 marta zalga boradigan bo'lsa yoki futbolga yoki zalga boriladigan bo'lsa, fitness uchun, undan tashqari ham har kuni 4000 qadam, 5000 qadam yurish kerak. Ya'ni hafta davomida siz 3-4 soat jismoniy mashg'ulot qilsangiz, lekin qolgan payti butun haftani o'tirib o'tkazadigan bo'lsangiz, bu baribir foydasi juda ham kam bo'ladi. Shuning uchun ham jismoniy faoliyatni, jismoniy tarbiyani doimiy, davomli qilish kerak bo'ladi. Mana shundagina biz o'zimiz kutgan natijaga erishishimiz mumkin. Ba'zi bolalar bor, misol uchun zalga chiqadi, aynan testosteronni oshirish maqsadida chiqadi, lekin qolgan paytida kam harakat bo'lganligi uchun o'zini maqsadiga yetisha olmaydi. Doimiy stresslar ham testosteronni pasayishiga olib keladi. Bu ikki xil yo'nalishda bo'ladi. Ya'ni kortizolni oshishi bilan bog'liq. Stress bo'lgandan keyin kortizol oshadi. Umuman organizmda hamma narsasi, hamma jarayonlar organizmda bo'ladigan bu bosh miya tarafidan boshqariladi va juda ko'pchiligi o'sha gipotalamus, gipofiz o'qi deyiladi. Gipotalamus, gipofizda mana ayollarga, tuxumdonlarga, keyin bachadonlarga signal keladigan bo'lsa, erkaklarda gipotalamusdan gipofizga o'tadi. Gipofizdan keyin moyaklarga signal keladi. Moyaklarga signal kelgandan keyin bu yerda testosteron hosil bo'lishi, bu yerda spermatozoidlar hosil bo'lishi kuzatiladi, ya'ni yuzaga keladi.
Stress paytida kortizolni oshishi mana shu o'qni buzadi. Mana shu o'qni buzishi natijasida, ya'ni organizm hisoblaydi, bosh miya birinchi o'rinda mana bu stressga olib keladigan masalani yechishimiz kerak deb hisoblaydi. Natijada bu o'qda buzilish yuzaga keladi. Buning natijasida ham spermatogenez deymiz, spermani hosil bo'lishi, spermatozoidlar hosil bo'lishi buziladi, hamda testosteronni hosil bo'lishi buziladi. Va testosteronni hosil bo'lishi buzilgandan keyin bu ikkilamchi ravishda yana spermatozoidlarning hosil bo'lishini buzadi. Natijada testosteron yetishmovchiligi bo'lishi mumkin bu odamda. Yuqorida aytganimdek, haligi jinsiy xohishami yo'q, umuman o'zi haligi bo'shashgan odam bo'lib qoladi. Va bundan tashqari spermogrammasi ham yomon bo'ladi. Ya'ni spermatozoidlar buzilgan holatda bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham doimiy stresslar ham reproduktiv tizimga, jinsiy tizimga bu noto'g'ri ta'sir qiladi. Shu o'rinda eslatib o'taman, yuqorida aytgan narsalarim, bu narsalarim hammasi davomiylik bo'lsa. Ya'ni masalan bir kun davomida bir joyda o'tirishingizga to'g'ri kelsa, bu bir kun hech qanday hal qilmaydi. Ya'ni hech qanaqa o'zgarishga olib kelmaydi yoki bir marta bo'lib o'tgan stress ta'sir qilmasligi mumkin. Bu ko'proq surunkali holatlar bilan bog'liq. Yoki bir oyda, bir yilda bir kunda uyqusiz o'tkazadigan bo'lsangiz, bu ta'sir qilmaydi. Bu surunkali ravishda uyqusizlik bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsalar organizmdagi buzilishga olib keladi. Alkogolni ko'p miqdorda iste'mol qilish ham testosteronni pasayishiga olib keladi. Umuman alkogolni iste'mol qilgan paytda, kamroq miqdorda iste'mol qilgan paytda yoki iste'mol qilish boshida testosteron ozgina oshib oladi. Shuning uchun ham haligi ko'pchilik bilardi, ozgina jinsiy quvvat ham sal oshganga o'xshaydi. Lekin bu surunkali ravishda bo'ladigan bo'lsa, surunkali ravishda alkogolni ko'p miqdorda iste'mol qilayotgan bo'lsa yoki ko'p bo'lmasa ham surunkali iste'mol qilayotgan bo'lsa, bu keyinchalik moyaklardagi o'sha Leydig hujayralar deymiz, o'sha hujayralar tomonidan testosteron ishlab chiqariladi. Bu Leydigga ham sertoli hujayralar deymiz, ulardan spermatozoidlar hosil bo'lishida yordam bo'ladi. Bu hujayralarning hammasini shikastlanishiga olib keladi. Shikastlanish bo'lgandan keyin bu joylarda testosteronni ishlab chiqarish ham buziladi, spermatozoidlarni ishlab chiqarish ham buziladi. Va bundan tashqari ko'pchilik biladi, alkogolni iste'mol qilgandan keyin ko'pchilik o'zi ichadiganlar biladi, ishtahasi ochilib ketadi. Ishtaha ochilib ketgandan keyin bu endi organizmda yog'larning to'planishiga sabab bo'ladi. Organizmda yog'lar to'plangandan keyin yuqorida aytdim, testosteron parchalanib ketadi, parchalanib emas, endi aromataza fermentatsiyada aromatizatsiya bo'lib turib estrogenga aylanib ketib qoladi. Testosteron o'zini ta'sirini ko'rsatolmaydi-da, u estrogenga aylanib ketadi. Bundan tashqari bu alkogolli mahsulotlar jigarga ham ta'sir qiladi. Jigarga zarar ta'sir qiladi. Jigarda bu testosteronimizni bog'lovchi oqsil ishlab chiqaradi. Testosteronni bog'lab kerak joyga olib boradigan oqsil ishlab chiqariladi va bu oqsilning miqdorini kamayib ketishiga olib keladi. Jigar shikastlangandan keyin. Bundan keyin bu tizimda ham muammo yuzaga keladi. Ya'ni testosteronda o'zi moyakda shikastlanish bo'lib ishlab chiqarilishi ham buziladi. Bor bo'lgan testosteronni estrogenga aylanib ham ketib qoladi va bog'lanish buzilib turib, transportirovkasi yetkazib olib borish ham buziladi. Shuning uchun ham alkogol hamma tizimga zarar ta'sir ko'rsatadi. Va surunkali ravishda bo'lsa, har holda bir oyda, bir yilda bir ichib qo'yadigan odam bo'lsa, bunga zarar ta'sir qilmasligi mumkin, lekin surunkali ravishda ichadigan odam bo'lsa, bu albatta nojo'ya ta'sirlarni ko'rsatadi. Juda kam ovqatlanish va haligi qat'iy bo'lgan, juda kuchli, keskin diyetalar ham testosteronni kamayishiga olib keladi. Sababi bosh miya shunaqa o'ylaydiki, siz juda kam ovqatlanyapsiz, juda ham qat'iy diyeta qilyapsiz, yog'lar kam bo'lyapti, uglevodlar kam bo'lyapti, shirinliklar masalan kam bo'layotgan bo'lsa, organizmda energiya yetishmovchiligi boshlangandan keyin organizm himoya tizimiga o'tadi. Ya'ni bu organizm uchun o'zi organizm bu testosteronni ishlab chiqarishda, bu spermatozoidlar ishlab chiqarishda o'zidan haligi avlod qoldirish uchun deb tushunadi-da. Avlod qoldirish uchun deb tushunadi. Shuning uchun ham organizm o'ylaydiki, avlod qoldirish emas, birinchi o'rinda tanani saqlab qolishimiz kerak deydi. Shuning uchun ham bor energiyani, haligi kam miqdorda tushadigan energiyani yoki organizmda kam qolgan energiyani boshqa tizimlarda faoliyat uchun sarflashni boshlaydi. Buyraklarni, yurakni, miyani, buyrak usti bezi deymiz. Bularning faoliyatini
yaxshilash uchun sarflaydi va bu reproduktiv tizim, ya'ni bu homila qoldirish bilan, bola qoldirish bilan bog'liq bo'ladigan bu tizimlarda keyin organizmda qandaydir kritik holat bo'layotgan bo'lsa, ikkilamchi deb hisoblashni boshlaydi. Natijada yuqorida aytganim o'sha gipotalamus, gipofiz o'qi deb aytdim-ku, mana shu o'qda uzilish yuzaga keladi. Ya'ni uni to'xtatib turadida boshqa tizimga yo'naltiradi energiyani. U to'xtagandan keyin moyaklarda stimulyatsiya bo'lmaydi, ya'ni gormonni ishlab chiqarishga rag'bat bo'lmaydi. Rag'bat bo'lmagandan keyin u yerdan gormon ishlab chiqarilmaydi. Juda kam miqdorda ishlab chiqarilishi mumkin. O'sha organizmning mushak massasini saqlashga, boshqaga yetarli juda kam ishlab chiqarilishi mumkin, lekin ko'p miqdorda ishlab chiqarilmaydi. Buning natijasida testosteronda o'sha miqdori pasayib ketadi. Biz analiz qilib ko'radigan bo'lsak, ya'ni organizm bu tizimni ikkilamchi deb hisoblashni boshlaydi, energiya yetishmovchiligi bo'lsa. Shuning uchun ham jismoniy mashq bajarish paytida ham haligi juda qat'iy dieta qilib turib, och ham qolib ketmaslik kerak. Ham bu yerda ko'p haligi intensiv harakat qilasizda, ham bu yerda och qoladigan bo'lsa, dietani kuchaytirib yuborayotgan bo'lsangiz, bunaqa holatda organizm testosteronni pasaytirib yuboradi. Siz zalga boryapsiz, zalga borsam zo'r haligi testosteron oshadi degan niyatda borasiz, lekin bu ortiqcha zo'r o'qish bo'lib ketganligi sababli, me'yordan chiqib ketganligi sababli bu bizga aks ta'sir berishi mumkin. Bu narsalarni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Yana testosteronni kamaytiradigan va hozirgi kunda nisbatan ko'proq uchraydigan holatlardan biri bu anabolik steroidlarni qabul qilish. Kanalda bu haqda ham video bor. Buni ham mana tepaga ham qadab qo'yaman yoki pastda kanalda opisiyaniyasida ham bo'ladi, videoning opisiyaniyasida ham bo'ladi. Kirib ko'rib tanishsangiz bo'ladi. Anabolik steroid deganimiz mana shu testosteronlar tashqaridan tabletka holatida yoki ukol holatida qabul qilish. Bular shunaqa narsaki, mana gormonlarda biz tashqaridan qabul qilishni boshladik. Ba'zilarini, bu hammasi ham emas, lekin testosteron shunaqa ta'siri bor. Biz organizm tashqaridan qabul qilishni boshladik. Organizm endi o'zida ishlab chiqarish shart emas deb hisoblashni boshlaydi. Bu ham yuqorida aytganim mana shu gipotalamus, gipofiz moyaklarida o'qiga ta'sir qiladi. Biz qilgan paytimizda qonda miqdori oshadi testosteron, natijada miya testosteron yetarli, ba'dan stimulyatsiya kerak emas. Ya'ni ba'dan bizga rag'bat nima kerak emas dedi miyadan to'xtatamiz bu tizimda. Bu zanjir to'xtatamiz deb to'xtatib qo'yadi. Natijada keyinchalik bu odam shu steroidni tashqaridan olmaydigan bo'lsa, o'zini moyagida ishlab chiqarolmaydi. Va bu narsa spermagenez deymiz. Spermatozoidlarda ham hosil bo'lishini buzadi. Shuning uchun ham kelajakda bolali bo'lish ko'zda tutilgan bo'lsa, anabolik steroidlar qabul qilish tavsiya etilmaydi. Testosteronni organizmda kamayib ketishiga sabab bo'luvchi o'zimizga bog'liq bo'lgan, ya'ni fe'l-atvorimizga, qandaydir amallarimizga bog'liq bo'lgan asosiy sabablar shulardan iborat va bu narsalar surunkali bo'lganda ko'pincha ta'sir qiladi. Sporadik holatda, ya'ni har holda bir bo'ladigan holatda ta'sir qilmasligi mumkin, lekin surunkali ravishda och qoladigan bo'lsak, surunkali ravishda uyqusizlik bo'layotgan bo'lsa, surunkali ravishda alkogolni iste'mol qiladigan bo'lsak, surunkali ravishda nima deydi? Masalan, og'ir jismoniy mashqlar qiladigan bo'lsak yoki surunkali ravishda o'tirib ishlaydigan bo'lsak, umuman hammasi surunkali ravishda bo'layotgan bo'lsa, stressmi boshqami, bu narsalarning hammasi organizmga zararli ta'sir qilib, birinchi o'rinda metabolizmni buzadi, moddalar almashinuvini buzadi va keyinchalik shikastlanishlarga sabab bo'ladi. Moddalar almashinuvi buzilgandan keyin bu gormonlarni ishlab chiqarishni ham buzadi. Natijada organizmda testosteron ham boshqa gormonlar ham umuman hamma narsa buzilishni boshlaydi. Shuning uchun ham bunaqa zararli odatlarni yo'qotish kerak. Mabodo davolanmoqchi bo'lsangiz ham birinchi o'rinda mana shundan boshlash kerak. Testosteron pastlab ketsa, uni yaxshilash uchun dori-darmon beramiz, boshqa qilamiz, lekin u odamning uyqusi yomon bo'ladigan bo'lsa, uyqusini joyiga olib kelmayotgan bo'lsak, bu narsalarning foydasi yo'q. Yoki biz dori-darmon beramiz, davolashni boshlaymiz va spermatozoidlar yaxshi emas, testosteron past bo'ladigan bo'lsa, davolashni boshlaymiz, lekin u odam kuni bo'yi o'tirib ishlaydi. O'rnidan faqatgina obed qilish uchun turadida, tushlik qilish uchun turib, boradi, ovqat yeydi, qaytadi, yana kechgacha soat 8-9 gacha o'tirib ishlaydi. 9 da uyga boradi, 2 soat televizor ko'radida, 11-12 da uxlashga yotadi. Bu odamda natija qilib bo'lmaydi.
Ya'ni birinchi o'rinda mana bu narsalar joyiga olib kelish kerak va davolanishlarni qo'shimcha qilish kerak. Mavzu bo'yicha aytadiganim shulardan iborat. Yana sizda qanaqa savollar bo'layotgan bo'lsa, odatdagi shaklda qoldirsa ham bo'ladi. Vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Omon bo'ling.